Va albatta qahramonlarimiz filmda taqdirim qo'shilganidan shunday Dilbarxon sizga rahmat og'aylar. Zo'r ayolsiz, zo'r aktrisasiz. Men siz bilan hali ko'p ishlayman birga. Zo'r rejissyorsiz, hali ko'p ishlar qilasiz. G'iyosova bilan ikkovinglar hali tandem juda chiroyli bo'ladi. Assalomu alaykum. Avvalambor hammalar shu kuni bizani shu filmimizga bayram oldi. Vaqtinglarni ajratib kelganingizga katta rahmat aytaman. O'zim nomimdan, barcha guruhim nomidan. qilish fursati yetib keldi. Umid qilamizki, o'zbek filmi tarixida ketma-ketlikda कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं किसी ज़बान